Shularga bloklarimizni sifatini bitta tekshirib ko'ramiz. Qurilish mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Gemik Estoniya kompaniyasi shlaka blok mahsulotlariga cheklanmagan miqdorda buyurtmalarni qabul qiladi. Mahsulot o'lchamlari 20 ga 40 lik, devor qalinliklari esa 2,5 sm ni tashkil etadi. Bunga qo'shilgan 500 markali sement esa mahsulotni yanada mustahkamligini ta'minlaydi. Shlaka bloklarimizni mana bunday sklerometr yordamida qattiqlik darajasini, ya'ni markasini aniqlab ko'ramiz. Guvohi bo'lganingizdek, shlaka blogimizni beton markasi 300 va undan yuqori darajada chiqdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, fundament va monolit beton maksimum 250 yoki 300 marka chiqishi mumkin.